Bugün oxirgi kun edi, lekin afsuski tutishmadi. Hayzlarim Anqarada bugun mana oxirgi kunim. Opa, O'zbekistonga uchib ketyapman, lekin qaytib kelish sharti bilan. Hadichaxon reanimatsiyadan chiqsin, o'ziga kelsin, mana plastik operatsiyalar o'tsa, yaxshi kunlarda ko'rishamiz. Opa, meni-ku umuman kiritishmayapti nimaga? Hadichaxon yotgan bo'limga o'sha Hadichaxonni operatsiya qilgan doktor bilan ko'rishdingiz o'zingiz, Rifat Bey bilan. Nima dedi doktor? Hozirga qadar Hadichaxonga qo'ldan kelgancha hamma sharoitni qo'ldan kelgancha qilishganini va bundan keyin ham iloji boricha Hadichaxonni hayotda saqlab qolish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishlarini aytdi. Bitta iltimos qildiki, sotsial setga umuman Hadichaxon bilan tasvirlangan video yoki rasm joylamasligini qattiq mendan so'radi. To'g'risi biz qizingni shu darajada harakat qilib tuzatishga nima qilyapmiz? Nazar bor bu yerda, suq bor, harakat qilgin, shu narsadan saqlashga Allohning amri bilan bo'ladi har bir ish. Senga bilamiz ehson qilgan insonlar bor, ularga biz ham tashakkur aytamiz. Shunchalik bu qizni shunaqa kelishiga o'z hissalarini qo'shganlaridan minnatdormiz, lekin bu narsani kamroq yoritishimni buyurishdi. Men O'zbekistonga ketsam ham, lekin albatta istoriyalarda xabar berib turaman. Bular endi kamida yanvar-fevralgacha balkim qolib ketishar. Hali Hadichaxonni keyingi oylar palataga olishadi. U plastik amaliyot operatsiyalari qanchadir muddat davom etadi. Juda uzoq vaqtga cho'zilib ketadi. Azizlar, noyabr oyida boshida kelaman. Hadichaxonni yana ko'rgani, yaxshi kunlarda videolar qilamiz. Yaqin orada Hadichaxonni tug'ilgan kuni, hozircha qaysi kunligini aytmayman. Hadichaxonni yo'qlagan, duo qilgan insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Qalbimda nur kabi taralgan qizim, gulgamas hayoga o'ralgan qizim, necha yil Xudodan so'ralgan qizim, iltimos siz uni ehtiyot qiling.